sen kınmaysan o balam. Yana üzülmeydi akıl yenilir. Öylesine olmasa. Senlik yok. Ha bende. Kırıp git gene de. Kanatlansa arzuyum yetsin nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet güzel, rahmet. Bolsam deymen yaxşı ülge inilirim var. Hem bu bala sizdek oynasa deyme kızım. Her aşkıyla mihir bilen sügüde. Küllendirip acil mihnette. Üzülmüşsün halimizin hoşa gülkine. O ailige karam. Ablam tamam onunla düşmanım. Sana atmakım bakmıyor. Opa, opa ne buldunuz? Ha? Bütün ustahanım urup çıkartkenler. Abla. Kızım, bizden titrek. Sen biz bu şuş ahlatını kullanmağızdır. Oy, ne gaplarni qilgansa opam cho'p-cho'nta qashdan eslanyapti. Nima qilaman? Opa, bek qizi ketibsiz. Men sizga qaynoq suv quyib beray ya. Ay, nega opam butun tutib qo'yadi, bilashdi. Abla. Putuzdan yutib ketdi. Ya bolam nima? Aa maka. Opa, nima qopma qaynoq suvni biza ichinglar. Qiziq vaqtda ichinglar. Abla. Bu yuqamlab qolsa burnida suv oqadigan sizning burningizda hech bir suv oqamaydi ha? Oy bolam. Oy, ne gaplarni Zukan qilgansan? bo'lsam bunimda suv oqmaydi. Juda qizib butun ustixanim og'riydi. Qiziq, astrof. Ya bo'lmasa dadamga telefon qilay, boldura qaytib kelsinmi? Ay yo'q, dadangni ansiraytma, ishini tugatib bo'lib qaytib kelsin. Lekin siz belki qisib ketgan tursiz. Mustamchi yetib olsam yaxshi bo'lib qolma. Akam qani? Akam ustida tovushni qo'l kelib naqshanlatdi. Opa yetim. Men chaqiraymi ya? Ey bo'ldi. Opa yuvinib yetim. Siz va qizi. Ha? Bugun men tomoq yetirmaydigan o'xshayman. Ufqlaringizga bir choy damlab berib turamsiz. Ammo siz yetavering, men qilib bermay ularga. Oy afanim bo'lmas. Oy, men sizni uxlatolmay ketsam. Men bo'ldingiz deganni. Oy, sen bu osma o'rlib tushib tegidan mantı pishirib yeysan. Oy yo'q. Ya apa nima qilamiz chiqdi. Chayim yo'q bolam. Oy jonim. Yig'ilishib ketdi-ku menda. Nima qilamiz deb qo'yamiz. Oy. Oyjon, oy Arslan. Osta. Hamma qilma. Qo'sharoq chiqdim. Men Ben putuzda gıdıqlab qo'ygan. Ey bolam nim. Tutqani g'idiqlayapsan ku. Chaqchaqlayapman. Choq-choq qilmanglar. Shunday bo'ldi bu qizim siz kiribma ufqlaringizdan qo'sqi bir narsa qilib berma. Men qilib bermas xotirjam bo'ling, lekin sizga men qilib beray. Ya bo'ldi qizim rahmat. Mena bir narsa yegim yo'q. Apa, dadam keldi. Voy, nima bo'ldi? Nima bo'ldingiz? Qiz kutib bordi?
Mijozim yo'q. Bura turing, ha? Degan ish qilmaganda bir haftalik ketib bortdingmi? Voy shu aytganmi, ahvolim sal bo'shdi. O'ngishilib qolarman deb tushdim. Kim bo'lgan faqat bo'lolmay uyga aran mashin to'sab kelib oldim-da. Bu mushunchalar ko'p ketkicha menga telefon qilgan bo'lsanglar men o'zim bormamdan. Siz aldirash tutsangiz avar qilmay debman Muzaffar. Men qarang Saniya. Jon vos jahon, osh vos qozon degan gap bor. Hammadan salomatlik muhim. Shunga qaraganda apanglar koni kasallik qo'zilib qopti-da. Qisiq xil obdalla bor. Nima ko'nkisa? Apangning bulti yetib qolganini unutib qoldingmi? Apang og'irmaydi, bir qitim shunday og'riydi, mana shunday yotadi. Qiziydi, yo'tiladi, tushkurdi, ya doktorxonaga borib unmaydi, ya tamoq yeb unmaydi, ya o'kil saldi unmaydi, ya doriga unmaydi. Mana shunday bo'ladi emasmi? Mana buning uchun jahillik aralashgan ilg'a deymiz. Ilg'a? Ilqi bir narsa ilg'an ilg'ima. Allah'ım. Bu bir narsa ilg'ush deymiz. Bu ilg'a degan kasallik nomi bu. Bir narsa yedingmi ya? Hech nima yo'q. Mushunchalar ketkicha doktorxonaga borgan unimasa, qo'pang, doktorxonaga borasiz. Qo'pang. Bo'ldi, men ishlab yetib olay, cho'q yapamayman. Bu nimanda jahillik qildigan siz Saniya. Hammamizga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bizmi asosda qaraymiz. Siz o'zingizni yosh vaqtingizga o'xshatmang. Bunda yetaversangiz o'zingiz jafoda qo'ymaysiz deyman. Voyjon. Voy mening jonimdan qo'rqilganini, o'qildan qo'rqitganimni bilasizmi Muzaffar? Bo'ldilar, yotqin qo'yinglar. Opa, dadam degan to'g'ri deyman. Siz doktorxonaga berib ukol sag'izib yaxshib qolsangiz, bizmi xotirjam bo'lmaymiz. Shu. Ben canım okuldan korkmuşsam, siz okuldan korkayım ya dağıtır. Qo'ba, hech bo'lmaganda bir dorisin deb keldi, ha? Haras, dadamlar, ha? Voy birden yotqin qo'ysanglar nima bo'ldi? Ammalar ko'tildab, endi bizdan yotqinni qo'ymamsizlar. Xadalashmasam, ma'u apamning dorisiga deyman. Ha, mana. Texi bir yillik vaqt borki, qizitmenlarniki. Aka? İçib baxsam ya. Mana. Kunda 3 vaq tamoqdan keyin ishtaldan ishildi debdi. Ras, apangizniki dorisi shukim shu. Bo'lmasa, İç baksın. ma'nosi ish baqamsiz ya. Ha? Mana. Mening hech nima yegim yo'q, kelimda hech nima o'tmaydi Muzaffar. Men bizdan yetib olsamla bo'ldi. Ben bu sarmış atamı put konup bağlap koyup mecburi tamak yıkılamlık ya. Ha, to'g'ri afkam. Ha, ikkimiz qo'lni tutaylik. Dadam putin bespasin. Ocham tamoqingiz qo'ysin. Hem aşkına bulduk kılınla. Bu aşkına tulga akbazır apanın beşini mi ocak kıvattınla. Ya, bizmi shu opam tamoq yesin da'vatimizga. Balam, ma ishkin g'azirligi, mishki uyan, chashqan qiyin degandek shulardi-da. Bu apamızlık tamak olsa bizim yedik bu. Bo'lmasa, mana qilamdik ya Saniya. Sizni yerlik usul bilan bir davolab boqaymi ya. Qanday yerlik usulda? Dindanlik muzdek suvni chachima. Undan keyin mis yamoq bilan bir serib boqsam o'shib bitasizmi ya? Muzaffar, bu to'ng'ab titrab aram tursam, muzdek suv chachima deysiz-hamdi. Voy, foydasi bor deyman, men necha qatim ko'rgan, ilg'i chiqib qolgan odamlar uchun ash mis yamoqni serg'ini ko'rgan. Haras, uyda mis yamoqdek bir narsa bormi? Mis yamoq nima ish qildi bu uyda? Mis ochquch olsun bo'lib eras. Dada, nemi o misyamak diyen? Mis yamoq deganim bilan burun qadimgi zamondagi mis tangpul. Dada, müfçemek olsa olamda. Hey, dud. Bu dumisini seriyimizda vassa. Bu mis deganning-chi bilan odam badaniga foyda taraflari bor-chi. Shu mis bilan seriymiz. Sersak kesilgan foydasi bo'libdi. Shuni qilib boqqan bo'lsak, apam o'ngishlik ketamki deyman. Ayay. Hamma bunda beshimda qarab turibsizlar. Biyorim bo'lib ketdim men. Ya bir narsa yemisanglar, ya doktorxonaga unmasanglar, ya o'zim davolab boqay desam tiq. Amsibi azroq qo'ysin bir narsa yap boqamizlar. Bu sizlar bunda yetib olsanglar, ya bizning kelimizni tamoq o'tmaydi-ku.
azroq non bil choy içsem içip bakay. Hanim bo'lsa. Unda bo'lsa ashaqillamsiz. Shadiya qizim, siz bir choy damlang ha? Men choy damlaymiz. Musa opa tamoq yeb bo'lgandan keyin to'g'ringizni unutib qolmang ha. Ishida gap olmaydi opam degan. Men siz qaror qo'rqim ichib uchoylarim chaplashib ketdi. Ma'qul, ma'zur sizlarga choy damlab beraman. Qo'pol. Nay, yurib. Va choynim yaxshi qilibsiz. Qana buni qanday qilardingiz gap o'qay ya? Voy, ta'mi shunday yaxshi qilibdi. Nima bo'laman meninglar? Nima qilib ketganda bo'lmadan? Men bir aytlamsa qilib qolaman desam. Yo'q, o'xshab ketishlar. Birimiz kichik vaqtlarimizda non yig'ib qo'ysa 15 kun, 20 kun hatta bir oy yumshoq turadigan. Hozir nima bo'lib ketgan? Unisiga bu navoiyning bir yerli ximya turib ishlasam ham deyman. Bir kun o'tib ketganligini och qo'yib qo'ygan buni. G'alab yana. Bu naz yemisiz ham azizlab ketasiz deyman. Bu yutiladigan ham azroq kuchimiz bo'lmas. Rasm Zafer. Xapmay bizni maktab berib, maktab mudiridan bir haftalık ruxsat so'rab qo'ygan. Ya, uni da xapmayman. Tilpini raysam, yurmasizlik ko'p qolamiki deb Onu degan oğlum to'g'ri. Men aytganda baray. Berib azroq ishkili xat yozib, shuni bir ko'z tasdiqlab qilib baray. Mama kızılışçı lan. Zencefil şorpisi. Kızılışçı lan. Acay. Bak iyi böyle tutturan bu sokumaz. Yaxalab Nakışmayı güp içiyorsunuz yaxşı değil. Oyey. Kızığı değilsiniz payda kıldı. Bu apa sokumaz tekim yığılak gitti mi? Voy, bu bek yutilib tushkirib ketbarsiz. Oyaq tününgiden çık yaxşı. Doktorxonaga olib aytsam da unutmaysiz. Ya doringizni vaqtida ichmaysiz. Qizni qandaroq? Yaxşı yenibdi. Qalayaptimi? Yenibdi. Ya uyga doktordan birini ekildirashibdi ya. Oy canım Zafer. Onçilik emas. Bir zukamga. Apozga. Ay zencefil şorpisi qaydı. Bu nasıl qiziq ishlar? İçtim. Boshqa o'zgarish bo'lsa men hozir doktorga joyini qilmam. Yo'q. Voy jiq yaxshi xotiningkidan. Siz xotirjam ishingizni qilavering, ha? Ma'qul bo'laman siz. Men ba'dida ha. Ma'qul kirib berasangiz. Qilavering siz. Nus doktorxon berib qo'ylayapman. Qizmas xil tushibdi. Tushibdimi? Bo'pti, bo'lsa. Shundan deyim. Apa, mehmon kelibdi. Assalomu alaykum. Qanday og'riq qoptilaydi, shuni bir kirib yo'qlab chiqaylik. Rahmat. Elimiz avvar bo'lgan. Voy, nimaga avvar bo'ldi? Hali vaqtida kiramay qoldik. Yo'q. Mijozsiz qanday qilib qoldi edi? Hali yaxshi bo'lib qoldim, rahmat. Doktorxona yotsangiz-chi uyda yotqichi saniya. Muzaffarmi u apray degandi, doktorxonaga o'zim unutmadim. Nemishkindan qarag'mi shu doktordan bir qo'rqmayman. Charchyapsiz-da edi. Bu qitim o'zim uqamay qoldim, nim bo'ldimki, tuyuqsizlim shunda qizdib. Nima bo'latdingiz? Shu uy, bola, xizmatda butun japoni o'zingizga tortib olib, bo'lgan kasalmi shu. Aslicha doktorxonaga berib,
Obdan davalansınız boldu, öyle yetib olmay saniye. Xeyli yaxshi bo'lib qoldim Marimda, rahmat. Hozirga xeyli yaxshi bo'lib qopsiz. Bundaq yeteyvermem. Qanday qilamiz ayol kishi bo'lgan ekan shu uy, bola, er deb o'tib ekanmiz, uning ustiga bu bolalar kichik bo'lgan ekan. Muzaffarning xizmati texi aldirash. Onu bilmez. Siz bu öyünün kulu olmagan diken qarang. Siz mi ancha-muncha özünüzni sal tamshabrak yursangiz bo'ladi deysiz. Bu nima degan asada? Nima deganim bo'ladi? Xizmat qildim deb qarang. Ya uch chiqqida kiyim yo'q, ya tuzuk oltin zibiznat yo'q. Bu Ya biroz bilan o'ynagan bir qotachiyim yo'q danga. ya undan emas Marimda. Mushum xizmatga qilgan odamning ishimanda. Endi qanday qilamiz? Bolalar kichik bo'lgan ekan, hamma maktabda o'qiydi. Muzaffarning xizmati aldirash. Qanday qilamiz Marimda? Hani Rahmat. Opam. Opa bir ashul chaqiramiz. Fukan, eringiz osh yetalamda. yo'q. Kirji olamda. Yolg'iz baxmadim. Oy. Siz ya uyda o'tiradigan ayolmisiniz? Sizning eringiz o'xshash mashq ayol qarang. Eringiz kirjiganda siz osh yeting. Siz osh yetganda eringiz kiriyusin. Mana buni barobarlik deymiz. Shu chog'da siz og'rib ma'alat kuchib qolmaydingiz, ukan. Qo'y bo'ldi qilmadi. Meni ham ish qarishib oldi deb qolmang, ukan. Men sizning o'rningizda bo'ldigan bo'lsam qarang. Cho'ng doktorxonaga berib, bir oy yetib olatdim. Ben Milliy shifoxonaning o'daxonasiga kirib, o'rdanib, putqo'lamni tutqizib, ravers damila olatdim. Men deganda qilsangiz ukan, hargiz ziyon tortmaysiz. Menji qishqarlashvammidim qarang ukan. Sizga ichim og'rib davatimi? Jon og'risa o'zingizning og'riydi. Mening og'rimdi. Shu. Qani chayga beqinlar bir quruq bo'lsin. Oldiq evatimiz. Muzaffarmi shu odatda bu boshqalar qarshidir. Qarshanda? Voy qarshidir. Ummamda xizmat yaqindan sal aldirashib qoldi. Xizmat desa, xizmat tugamaydi ukan. Va jonning siz bilan bizga lozimi bor. Siz sog' tursangiz bolalarim yaxshidir. Shu olim yaxshidir ukan. Xizmat deb qog'ozga bir yozsir hisob emas. Ma o'g'im kuyinishni bilish kerak. Bu sani odamning hozirgi kunimi shunday yaxshi-ku. Yaxshilik-ku yaxshi ukan. Men boshqa gap qilmadim-ku. Uning ustiga Muzaffar akamning xizmati shundoq aldirash, u degan danglik yozuvchi. Shu. Voy, yozuvchi men deb atigan sari chiqib o'ylan xotin bolalar bilan kar olmasa, nima yozuvchi bo'ladi ukan? Ma o'g'im qarash kerak, o'g'im ko'ngil bo'lish kerak. Hammani talang apaganda ondan u xizmat bo'ladi. Qiziq gap qildi ekansiz. Qanday dedim saniya? Gapim sizga toz yoqmadi o'g'ay. Yo'q, unda emas. Yaxshi kunni yomon olib qolsa, ukam. Neri beri olib ketib qolsak, akish degan birdamlik talaning adami. Bu vaqt kelganda sizdan chiroyli birsini uyga akirib, o'ltarsa, u vaqtida biz amal qila olmay qolamiz, ukam. Bildingizmi? Mushuni bir deb qo'yay deb o'zimchi ortiqcha ish aralashib qoldim. Buni hargiz ayb ko'rmaysiz. Xo'shdan bo'lganlik uchun deb qoldim, ukam. Ma'qul ukam, siz chiqqiling. Oz olsin, qurqon qoldi. Qani kirimiz mayisab emas ukam. Qanday ish bo'lsa, men xabar qilasiz. Ma'qul. Biz ham kirimiz. Yo'q, hargiz unda deyman. Yo'q, bir kun bo'lsin ishga bormay, saniyam doktorxonaga borganini shuni qilsa qilmamdi. Men operaydigan o'zi Yozg'ich apandan oyoqlaringizni o'tariq davolatasiz, juma. Yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, bolalarning beshi chiqqanmisan. Sizlar erlag'i 40 dan keyin ayoldan birini uyga akirib olasizlar. Xo'sh, men mangdim. Nimda gap qildi ayol? Hozir bir shumiyg'iz ayol ekan. Alloh karingiz bo'lsin. Sizga boshqa narsa bo'lganda? Yo'q, boshqa gap qilmadi. Akilmay bo'ldi. Muzaffar, men bugun xeyli yaxshi o'qib qolgan ekan, bolalar bir taxs qo'rim qo'yib beradi. Yo'q, bo'ldi. Bu maylan yaxshilik kirmaylik tutinglar bir kun.
Ben şort algandan balık şort sepiray. Sizge kuvvet doludu. Balık bir ava qo'ysin, tamoq bo'ladi emasmi? Ha? İşte bo'lmaydimi bir de. Bo'ldi. Men şort solay. To'natib go'shmadi? Ha, bo'ldi. Siz armonim. Assalomu alaykum. Alsam tukunu abi deme. Yılmaz satın ekan dedi. Ha, limon ta'mlik, olma ta'mliklar keldi. Ana, kelsin bir o'tlab bakalım. Bana tanımı bölekkin cuma manam. Ha? Yaxshi ta'mi. Ma akanga bunundaki qanda içimde qanda mesat versak beriyor. İsabet özep durma. Anladın mı? Ma'qul. Ma'qulapsan. Onu hisobotini Getiringiz. naqdin hasal chiqdi, nesida kelsa. Putunuz muzlisa, pochaq siyqirab talsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan tut ya ot yig'i, put paqalchoq issiqlik meyi badandagi o'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq surishcha. O't ketirdi. Har xil tamlik, xotirjam yegaysiz. Huzurlik va qulaylik. Sabila yurishlik qulaylik o'g'risi. Strategik hamkorlashuvchisi Obida. Obida energiya ichimligi. Ajdodlarimiz bolalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildasa, sovuqi ishib yig'dan bu sigak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qaqlab maylatdi. Bugungi kunda Sulton Zavodi yangi kreditdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan bolalar issiq quyruqligi, bolalar chash badan soqini, bolalar badan o'qisi, bolalar sut mehrini, omaq farzandlarning sog'lom pok cho'g' bo'lishi sundi. Sog'atlik qilishga texmi aqlik. Sho'x-sho'xlaringiz shubhasiz cho'ng bo'lsin. Chin nuridan sho'x-sho'x. Yıllardan beri xalqimizning yoqtirib tanlashiga erishib kelayotgan jo'shqin va ko'taranki ro'yi holatining namoyandasi Malayziya B2 quvvat ichimligi bu filmni alohida talab qildi. Sana ilanla. Muzaffer. Ha? Bu şorup salman dağıtıttınız mantı çıkıp kaptı odaskanğa. Yok şu şurup salaman degan to'natqu qarsam, go'shtni bujil eritib bulamaqdak. Shuna dikki chiqib bulam. Sirtqiyligi mantxana emasmi? Ha, balla amraqdi shuna. Aslında kirdi. Cepat atıp siz. İlan bulama. Ala, bulamız qansa bulam? Ala. Oy, nerede? Kichkina. İlan siz yaram bulama. Yo'q, bo'ldi. Oy, assalomu alaykum. Qara, shukuratlar. Qara, mana. Bas. Amin. Ishqisiz rahmat. Ağırlab kelibsizlar. Vaqti kelinmoqda. Kerak qavatib. Yo'q. İşim olmaydi. Avar olup ki Şadiye, kızım bir çay içkine. Çay qo'ymisan. Aman, nanma ketib-ketgani bolam. Ya bo'ldi. Saniya. Nima Shadiya deyman deb beri Saniya deb turib ko'rib qolib. O'g'lida. Ha, tamam qol. Pasdan chiqasiz. Qani, ağaç o'tirdim. Mat. Nechkina ham mijoz bo'lgandikan bu non. Yo'q, maktabda. Ha, ekan bo'laman. Muzaffer. Qani, ma yaxshi nima tamoq sizlar o'rda vaqt gapsa qani. Alalar. Ma'qul bo'laman, ma'qul. O'zbek katta qilgan. Qani, erislar. Ha. Quruq choy ichmayman, Allah. Ha. Yaxshi qoldi. Men kim kelganda qizim. Voy, mana. Qaysi söylagandek. Voy, xo'shlar, qana iqoningiz yaxshi, voy, yaxshi.
topshiriq ishlasam zo'rlab chaqirib chiqdim ha deganing bo'ldi. Ha, sen chaqirishga maqsad qara. Shu ambarlik narsani bekalashni amal depish. Sen birasi ambarni bekalab dedimi? O'zing o'ylab boqacha. Ambarlik narsalar kunlik-kunga chiqyapti. Uning ustiga hammasi yeydigan, ichadigan ekan. Bu uyda aram 5 aylan bor. Lekin biz ilg'adek chiq yemaymiz. Shunlashqa baribir yemagandan keyin vaqtida ketdi. Undan keyin buzilib qoldi, zoy bo'ldi. Hey, bu deganim to'g'ri-mi? Unas biz birash qisaq bo'g'rekmi? Hey, amizchi bunda qilaylik. Boshqalar yeritammi ya? Voy, ya, undaqsan zoy ketadi. Bo'lmasa to'xtab turinglar. Mana, ben bir amal taptım. Bulmasa, muş ben aldılar. Yediğen nesini götürüyorlar. Vay, ben yediğen nesin? Satmam yok. Voy, bana vay. Onda malik apırıp satsan, kolun koşuna körüp kalsa özümüzü sat bulan. Ben bir amal taptım. Nima? Şu ambardaki bütün narsa chiqib, şu qoradiki talla bozorga azam vaqtida o'tkazaylik. Şu o'tkazgan pullarni o'zimiz bo'lishib xayrsak bo'lmamda, ha? Hey, mushtaqsaq bo'g'dakchimi? Hey, amizchi bunda qilaylik. Sen degandek o'tkazib deylik. Lekin pulni opamga beraylik. Mumkin opamga bersak, bizga bergis kelsa badi bo'lmasa o'z sap bo'lmamdi. Asaqlamdi. Bamizchu. Bir necha kundan keyin plan tugisa, "Apa, pul bering" deb kirsam, pul berdigandi. Bu yaxshimalka. Ha. Emas mushlab ketdik, ha? Ha, asaqlamdi. Berishki. 3. 1, 2, 3. Qarshi emas. Ha? Qarshimizga. Qarshiyli. Ne to'g'ri? Abide. Ha? Ma'lumotmi? Ka? Ha? Sen o'g'ilmi ya? Buni dursa xonim qizlarga tursa. Hey, bilmay qapti. Mushkulda? Qarama chiqa. Voy, maqla. Mana aka. Mana. Sen de yeni xato ichmas uchun o'zimiz sirni o'zimiz asimiz. Nima bo'lsa, nima bo'lmasin. Ha? Bo'lsa, ba'zan bo'lsa. Apa? Bu nimpo? Bo'ldi, so'rma apa. Biz yaxshi qildik. Cho'ng yaxshi qildik, ha? To'g'ri. Yaxshi qildi. Ish qilib yomon qildik. Asirma. Voy, shu nima yaxshi qilding? Bo'ldi, so'rma apa. Hadi chiqat, xo'sh. Men ketaman. Hey, harasapa. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz, ha? Xo'sh. Bak İbrahim'a. Voy. Voy. O'zingiz qo'yganmi men buni? Sizga qo'ygan. Voy, kayfiyating sal yaxshi qopti-ku. Ay, xeyli yaxshi. Ha, nima bo'lsa. Valla xeyli cho'ng bo'libdi, juma Muzaffar. Cho'ng oldi. Biz to'g'ridan bir cho'ng olgan tursa bu jil. O'zingiz tushundingiz ya? Yo'q, sizga qo'ygan. Qo'yg'ash to'g'an. Qarasam sen qo'sqimchi bo'ldi-da.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muzaffer kardeşim. Amin. Allahu Ekber. Tinchlikchimisizlar? Yaxshi qoldingizmi? Yaxshi, yaxshi. Shu necha kundan o'ng'ilgan bo'lsa aqrib qolganingizni shu vaqt chiqmay aldirchiqda yugan kirishim mana. Hech qisi yo'q, rahmat. Lekin bak satvoldi aka ish. Hech qisi yo'q. Bu sizmi ishlayotgan odam, elim buni yo'qlab kiribsiz va rahmat ukam. Qo'lingiz bizga bo'ldi, rahmat ukam. Butun mayli firkatda deyman, ishchi aka. Meni og'rib qolganmi? Yo'q, aka, men boshqa bir gapni deyapman, boshqa bir ishni deyapman. Ojdam satqiliq qilamizlar aka deyman. Maqilingni gap qilmashmabdi. Bak satqiliqsizlar. Biz? Ha, satqiliq? Ha. Bunda gap qarang aka. Ma soniy odamdan necha kun yo'qlab kirib akaga so'qsizlarmi bor-ku? Bu ishning hammasini oldidagi ilaqi Tallavozlik setib ekansizlar-ku. Ha? Biz Kim setibdi-ku? shu sizlar setibsizlar shu? Biz setibdi. Ha, shu sizlar setibsizlar. Ha, shu sizlar shu soniy odam yo'qlab kirgan so'qsizlarni ochib setibsizlar. Shu biz ish qilib tallavozlik setibdik. Ha. Nima deydigansiz ukam? Kim deydi bu gapni sizga? To'xtang aka, men tushuntiray. Hozir sanadan yo'qlab chiqadi deb, men olay deb tallavozga kirsam, bitirchak ayollar, bizning bir qo'shnimiz bor. Bitirchak? Ha, mushqar ekan. Ha, o'tgan kuni seni qilma uyga kirgan, mashtin kelganda. Eliqi menga ayollar ko'p bo'g'ichi 40 kun qolmay akshi xotnali bo'ladi degan shu emas-ku? Chuqum shu menimcha. Chuqum shu. Bitirchak ekan. Shu xotun qarsam talabozning ichida o'tirdi qarang. Voy, qanday haq bu? Voy, danglik yozuvchi, kino ishlaydi, abisi deganning paloni maktabning mudirasi, ilmiy mudiri o'ji-buji deb maqtab ketgan bilan toylik ekan. Orqa doktorga bering desa, pul chidamay bormabdi ekan. Abirmochani tushgidni oyoq qo'lqatib, onda qisqan, manda qisqan. Qanday haq bu? Ha, haq ko'ngil akirgan so'qishlar yo'qlab kirgan narsani ashqisiq sotamdi. Pulsiz jinni o'rdiga qilgan bu dedi. Bu nima shokatdan bu qarsam? Bo'ldi deyman, talabozini olib, butun malik furkatda hozir. Ustoz bir gap degani menda bir fakti bilan demaydi. Bu nimaga asosan bizni talabozlar bu narsa shu men shuni o'yladim qarang. Bu nima deb menda degan bu xudin gap o'ylasam, qolsam oldiga yapchaqda hech kim tuzmabdi. Qolsam, bu qaranglar mana saptigdanmisniki, tigda ismim bor qarang. Ismini men hozir taqsimni yo'qlar deb do'kon kirsam qarang mana. Soniya xonim Muzaffar efendi bo'ldi. Bu Soniya xonim deb, Soniya ismiga jo'q deb bu qilsam sizning ismingiz turdi. Muzaffar ning qilgandan nima deb qo'ydim. Voy. Balaning ismini juram nima Arslan Ilg'or deb deyildi. Shu. Benim bu kayında kimlik numaramız yo'q ekan, bo'lmagan boshqa o'zim shaydi ekan, men adamda. O'qirsam shuni bo'ptilar. Deb kirishim. Baksat topdi lekin juma ekan, mama ish. Lekin butun malik furkatda deb mama ishtayman. Xotunda shunchalar yuqori o'yini qilib, mashinasning mo'chiligi, shuni g'ishib tikkan, mustaqillik qilib ketgan o'yini, mustaqillik bo'lsa ham ishni qilib ekan, pulchi qildi ekan. Xotinga ava. Lekin aka qarang. Siz biz o'z odamlar, masalan, o'zingizning inisigo. Lekin aka, men akirgan narsani navoda talabozlik achiq bidiga ishimiz bo'lib qolsa-chi, men qatnichi, sizni uychiritib achiq qo'ying aka. Voy, ukam biz bak saptirdik aras. Nima deb? Shu ochda bo'pti shu. Arslan! O'sha nima uchun og'rib qoldi? Adam, qarashin salommi? Qaras tursan. Ko'z bor. Ko'z tekkanga. Diqqat qilingizmi, sizga ko'z tegdiki. Shinni degansizlar. bu yoshga kelganda men nədiki ko'z degan tashar. Qaysi kun nima chaqirdiqni-ku? Maqroga. Qaytgandan keyin men qarabishda, bu nima da'vatqani deb shunday. O'zimsin olsam, bu dushmanlarga ishonch qilmasdan bakir emasmi? Voy ocha, men chiqnaq maktabda qattiq yuzda ketdim deyman. Aka, bu kinoni dadam yapsa, maktabda qo'litsin-da. Sening deganingcha dadam yozgan ssenariydan bahrasak bo'lmoqda. Voy Ilg'or bo'lmaydi demidi, seni qandoq yuz topdim demakchi. Dadam yozgan ssenariyda